Deputatmikin bu? Yo'q, tanımadım. Bu Yozyovon tumani hokimi Dilshodbek Jalilov. Agar mana shu hokimni ko'rib qolganingizda nima degan bo'lardingiz? Nima degan, svet o'chirmasin. Endi shu vaqtida olsa, shu to'planib ketmaydi. Qoplarda qo'plab qo'yilgan turibdi. Svet ko'p o'chyapti mahallamizda. Shu birinchi o'rinda. Mahallalarda o'rna ko'paytirishni xohlayman, musulni o'rnalarda. Yo'llar chiroyli bo'lishini xohlayman. Ya, tanımayman ben bu. Fuqarolar o'z tumani hokimini taniydimi degan loyihamiz davom etadi. Biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidamiz. Dilshodbek Jalilov 1980-yilda Farg'ona shahrida tug'ilgan. Farg'ona Politexnika institutini, Prezident huzuridagi Davlat va jamiyat qurilish akademiyasini tamomlagan. Yozyovon tumani hokim bo'lishidan oldin Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korxonasi aksiyadorlik jamiyati bosh direktori lavozimida faoliyat yuritgan. Dilshodbek Jalilov 4 yildan buyon Yozyovon tumani hokimi bo'lib ishlab kelmoqda. Deputatmikin bu? Deputatmikin? Men ko'pim axborotlar bilan indaqaganim yo'q. Bu Yozyovon tumani hokimi Dilshodbek Jalilov hisoblanadi. Bu hokimga nima degan bo'lardingiz? Hokimga hozir hamma yo'llar, ayniqsa eng asosiy yo'llar chiroyli bo'lyapti. Mahallalarimizniki bizga ham kaltaroq yo'l bo'lib qoldi. Qilib berishdi. Qolgani ham yo'l bo'lsa, yo'llar chiroyli bo'lishini xohlayman. Qaysi mahallada yashaysiz? Biz Osuda ko'chasida yashaymiz. Yo'limizni yarmidan bag'i loy bo'lib qoldi. Loydan chiqib nimaga o'tamiz? Shuning uchun o'sha yo'llarimizni oxirigacha chiroyli holatda yetkazib berishsa. Ya, tanımayman ben bu. Dilshodbek Jalilov biz hokim bo'ldi. Qaysi mahallada yashaysiz? So'g'istonda. Mana shu insonni ko'rib qolganingizda nima degan bo'lardingiz? Omadini bersin, nima deydi? Yo'q, men tanimadim. Bu Yozyovon tumani hokimi Dilshodbek Jalilov. Endi men hokimlarga ishim tushmaydi, o'shaning uchun biz endi pensiyaga chiqib, Agar hokimni ko'rib qolganingizda nima degan bo'lardingiz? hokimni ko'rib qolsam nima so'z deganda. Men hokim bilan hech gaplashib qilgan emas. Men oldin ko'p raykomlar bilan gaplashganmiz. Qaysi mahallada yashaysiz? Men Xonobodda yashayman. Mahallangizda qanaqa muammolar bor? Mahallada bizda muammo yo'q. Yaxshi. Mana shu insonni taniysizmi? Ko'rma? Yaxshilab ko'rsating. Deputatdir, hokimiyatdir. Bu Yozyovon tumani hokimi Dilshod aka Jalilov. Agar mana shu hokimni ko'rib qolganingizda nima degan bo'lardingiz? Nima degan, svet o'chirmasin. Birinchi o'rinda. Bizga ham masalan uyda bemorimiz bor, bizga ham yordam qilsin, qilmayapti mana bu. Xatga borsak bolalar pulini ham bermayapti. Bazaga tushib kecha bazadan bizga xabar keldi. Mehnatga layoqatli ekansizlar deb. Xo'jayinim saraton kasali, davolanyapti. Qancha pul ketgan bolalarimiz o'zi biladi. Qaysi mahallada yashaysiz? Eshonto'pida yashaymiz. Mahallangizda qanaqa muammolar bor? Hammamda shu svet o'chyapti. Svet ko'p o'chyapti mahallamizda. Shu birinchi o'rinda. Siz ham shu mahalladansiz? Men Eshonto'pidaman men ham. Svet o'chib ayniqsa ertalab bolalar maktabga jo'natayotgan paytda, kechqurun ovqatga o'tirgan paytda o'chgani yomon bo'ladi. Juda qiynalib ketdik Paytda svetda. mayli qancha o'chirsa. Hokimiyatga murojaat qilganmisizlar? Qilmaganmiz, elektrositga qilamiz tinimsiz. Yoqib qo'yinglar, bolalarimizni termalab, bog'chaga jo'natib, maktabga jo'natib olaylik deb telefon qilsa bo'pti deshadi, yoqishmaydi. Yo'q. Bu Yozyovon tumani hokimi Dilshodbek Jalilov. Agar shu hokimni ko'rib qolganingizda nima degan bo'lardingiz? Hokimni ko'rib qolganimdami? Mahallalarda o'rna ko'paytirishni xohlayman, musulni o'rnalarda. Chunki o'shalarga qarab yoshlar nima bo'ladi? Ya'ni iloji boricha do'konlarda salofanoviy paketga kamso berishlarni xohlayman. Ya'ni o'shanga qarab juda sal kelasi hayot yoshlar, kichkina bolalarni ekologiya tozaroq bo'ladimi deb o'ylayman. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Mana shu insonni taniysizmi? Ekan bu. Yo'q, tanımadım. Bu Yozyovon tumani hokimi Dilshodbek Jalilov. Agar mana shu hokimni ko'rib qolganingizda nima degan bo'lardingiz? Hozir maktabimizga kelib ketdik, ko'risha olmadim uni. Keldik eshitdim. Qaysi mahallada yashaysiz? Minchinorda ahlat olishadi-yu musurchilar.
toza hududmi nima? Ha, shu muammo bo'lyapti. Shu muammo hozir. Qanaqa bo'lyapti? Kelmayapti-da. Endi shu vaqtida olsa, shu to'planib ketmaydi. Qoplarda qo'plab qo'yilgan turibdi. Tumanning Eshonto'pi mahallasida yashovchi mana bu ayol xonadonida bemori bor ekan. Kelini uchun esa bolalar puli olishda muammolar paydo bo'layotganini ta'kidladi. Yozyovon tumani hokimi ayol xonadonidan xabar olib, amaliy yordam bersa yaxshi bo'lardi. Ko'rsatuvda yana bir nechta muammo va takliflar aytildi. Tuman hokimligi ana shu masalalarga ham e'tibor beradi degan umiddamiz. Mushtum uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozodbek Sharofiddinov tayyorladi.